Fyodor Mixaylovich Dostoyevskiy. Oydin tunlar. Rus millatiga mansub buyuk adib Dostoyevskiy asarlari nafaqat Rossiyada, balki butun dunyoda sevib o'qiladi. Chunki u ijod bilan jahon adabiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan. Asarlari esa 170 dan ortiq tilga tarjima qilingan. Dostoyevskiy o'z asarlarida ko'pincha xo'rlangan, ijtimoiy adolatsizlikka duchor bo'lgan kichkina odamlarning qismati hikoya qilingan. Shuningdek, roman va qissalarida aslzodalarning ma'naviy axloqiy tubanligi, mehnatkashlar shafqatsiz ekspluatatsiya qilinishi, rus oqsuyaklari tabaqasi amaldorlar orasida ma'naviy qashshoqlik, amalparastlik, ochko'zlik va xudbinlik kabi illatlarning chuqur ildiz otganini ayovsiz fosh etadi. Uning asarlarini o'qir ekansiz, o'sha davr jamiyati va insonlar o'rtasidagi chuqur ziddiyat, ruhiy inqiroz va fojiaga guvoh bo'lasiz. Shu bilan birga, adib asarlarining badiiy obrazlarida nafaqat voqealar oqimi, insonlar taqdirini, qalb kurashini, balki jamiyat ma'naviy hayotidagi fojiaviy konfliktlar ham bera olgan va fikrlarning keskin kurashini, g'oya va dunyoqarashning fojiaviy to'qnashini mahorat bilan tasvirlagan. Qo'lingizdagi ushbu kitobda adibning Oydin tunlar, Ma'suma, Kulgili odamning tushi asarlari o'rin olgan. Marhamat, zavq bilan o'qing.